560 milyon aziz do'stlar, 2 etajlı pat kulish bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib danışamiz. Aziz do'stlar, bize g'ayudamiz, ya'ni firma ko'chadan girib kelsangizlar ham bo'ladi, xohlasangizlar Xiva yo'lidan ham girib kelsangizlar bo'ladi. Aziz do'stlar, o'zini qaranglar, garajına ega bo'ladi. Yuqorida katta zollari bor. Hozir bir qator ko'rsatib danıştiramiz. Eldilardan chiroyli tip steyashkalarni qilib qo'yibdilar ekan. O'zini eldine keladigan bo'lsak aziz do'stlar 820 ekan. Fasadlarimiz bitib turibdi. Polni ichki qismlarini ham hozir sizlar bilan bir qator ko'rib danışamiz. Aziz do'stlar, ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Bemalol telefonlashib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa narx ham zo'r narxda. İlk gelishtirib ham bersa bo'ladi ekan. Egasini aytishi bo'yicha. Yanglar bir qator ko'ramiz. Eshiklarni qaranglar. Hozirgi zamonaviy eshiklar, high-tech uslubdagi eshiklar qo'yilgan. Darvozalar ham katta. Bemalol mashinalaringiz kirib sig'ib turadi aziz do'stlar. Undan tashqari suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Hamma ishlab turibdi ekan. Hozir ham o'zlarimiz kirib bir qator ko'rib chiqdik. Cho'pli pol hamma o'zlari ishlab turibdi. Kenglar bo'lsa bir qator ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, ichki qismidan tanishtiramiz. Giraverishda katta shunday dalani bor. Ikkinchi etajga chiqadigan yurt turalaringizning zinalari shuda. Girgandan do'rimizda bir spalni joylashgan bo'ladi, chiroyli bo'lib, hamma o'zlari qo'yilgan aziz do'stlar. Keyin do'rimizda kuxnyasi bo'ladi. Bu yan tarafda aziz do'stlar o'zini banisini ega, ya'ni sanuzeli ega bo'ladi. Bu yerda yana bir eshikimiz qo'yilgan. Bemalol garajga chiqsangizlar bo'ladi. İlk undan keyin aziz do'stlar, kuxnyadan chiqib katta o'zini bog'ini ega bo'ladi. U yerdan bemalol shashliklarni pishirib, topchalarni qo'yib, hazır dam olib o'tiradigan zonasi. Endi ikkinchi etajini ko'ramiz. Aziz do'stlar, ikkinchi etajga chiqamiz. Cho'pli pollari shunday joylashgan ekan. Kenglar. Girgandan do'rimizda bir spalni joylashgan bo'ladi. Polni utiplini etib, chiroyli bostirilgan, oppoq bo'lib turibdi. Pastlarimiz 100% steyashkalar qilingan, registr joylari qo'yilgan, aynalarimiz plastik ramlardan qo'yilgan aziz do'stlar. Keyin bu yon tarafda yana bir katta xonamiz bor. Yana qaranglar. Polni bellar ham chiroyli bo'lib turibdi, steyashkalar qilingan, aynalarimiz shunday plastik ramlardan, ana keyin registr joylari qo'yilgan. Yuqorimiz utiplini bo'lgan. Aziz do'stlar, yanglar katta dalan, ya'ni katta zal aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizning qaranglar. Polni balandliklar ham baland joylashgan bo'ladi. 2 dona aynani teyinda registr joylari qo'yilgan. Aynalarimiz katta tushgan ekan aziz do'stlar. Bir ajoyib bo'lib turibdi. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Narxini 560 million deb turibdi, ustida savdolashib kelishtirib olaverasizlar. Bu videorolikimizni G'ayudan, firma ko'chadan hovli joy qidirib yurgan yurtdoshlarimizga yuborib qo'yinglar.